بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Mana sizlarni birgalikda Miftah Arabiya kitobimizni A2 qismi qiroa va kitoba qismidan darslarimizni davom ettiramiz. Sizlarga darslarimizni bugungi darsimiz o'sha ikkinchi vaqtda, ya'ni ikkinchi bo'lim hadarotun minash sharq, sharqdan bo'lgan madaniyat deymizmi yoki sivilizatsiya deymizmi. Hop. Lug'atlarimiz hadoratun bu sivilizatsiya, madaniyat degan so'zga kelib Asarun qadimiy o'sha asarlar, qadimiy yodgorliklar. Amudun ustun, ma'badun ibodatxona, masrohun teatr, qal'atun qal'a, ahdun shartnoma degan ta'rifi ham bor. Keyin o'sha davr degan ta'rifi ham bor. Misol uchun fi ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam deydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlarida deb tarjima qilamiz. Manhudatun fi ga o'yilgani, ga naqsh berilgan. Ma'lamun bu belgi, alomat yoki bo'lmasa ataladigan narsa joy, ya'ni o'sha matnda keladi, hozir o'shanda yaxshiroq tushunib ketasiz. Mahattatun esa o'sha bekat, vokzal degan ma'noda. Tantashiru yoyilmoq, muhitu bi o'z ichiga olmoq, o'rab olmoq. Tatavvaro sekin astalik bilan tadrijiy rivojlanmoq. Tabudu an dan uzoq. Tahtaviy o'z ichiga oladi. Bugun o'sha qadimiy shaharlarni ko'rib chiqamiz. Bizning birinchi shaharimiz Tadmur shahri. Mamlakatun qadimiyatun, eski, ya'ni qadimiy mamlakatlardan. Va hiya min ahammil muduni fil alam. Bu olamdagi eng ahamiyatli shaharlardan, davlatlardan biri. Taqavu fi vasati sahroi Suriya, ya'ni Suriyani sahrosini o'rtasida joylashgan. Tabudu anil madinati Dimashq 235 kilometron. Deyaptilar. Mana o'sha Suriya poytaxti Damashq shahridan 235 kilometr uzoqlikda ekan. Ya'rifuhan nasu al-yawma bismi arusi sahro'i. Hozirgi kunda insonlar bu Tadmur shahrini sahroning kelinchagi deb bilishar ekan. Tantashiru atharuha ala misahatin wasi'atin. Uni qadimiy obidalari katta hududga yoyilgan, ya'ni katta hududni egallagan. Va tatakawwanu madinatu Tadmur min shawari'. Madinatu Tadmur, shu Tadmur shahri ko'chalardan tashkil topgan. Muhitu biha a'midatun va bawabatun va ma'abid va masarih va qusur idofatan ila qal'atin tarixiyyatin. Bu shaharni nima o'rab turadi desa, ahmidatun, ya'ni ustunlar, va bawabatun bu darvozalar va ibodatxonalar, teatrlar, qasrlar. Bunga qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkinki, tarixiy qal'alarni ham. Madinatu Tadmur muhimmatun tarixiyan. Bu shahar tarix jihatdan muhim shahardir. Fahiya mahattatun tijariyatan bayna Asiya va Avropa qadiman va minha kana yamurru tariqul harir tarihi. ولذلك سكانها يعملون بالتجارة. Bu shahar mahattatun bekat degan, ya'ni bekat bo'lgan, tijoriy bekat bo'lgan Osiyo va Yevropa orasida. Qadimiy Osiyo deyishimiz mumkin. Mana shu qadimiy Osiyo va qadimiy Yevropa orasidagi mana shu tijoriy bekat bo'lgan. Va mana shu bekatdan al-Hariri tarix degani tarix, ya'ni tarixiy ipak yo'llari, tariq degani yo'l degani, ipak yo'li, tarixiy ipak yo'li o'tgan mana shu bekatdan. Shuning uchun bu yerni sukkanlari, ya'ni yashovchilari, istiqomat qiluvchilari tijorat bilan shug'ullanishgan. Ya'ni xizmat ko'rsatish, kelganlarga oldi-sotdi narsalarni shug'ullanishgan. Albatta Batno shahri madinatun asariyatun va tarixiyatun va tijariyatun. Bu shahar tijoriy, tarixiy, qadimiy shahardir. Hiya min a'ajibi dunya as-sab'a. Bu dunyoning 7 mo'jizasindandir. Shu qismi demak
tosh bosilgan narsalardan. عمرها أكثر من 2300 سنة. 100 سنة. Mana shu shaharni yoshi 2300 yildan uzoqroq. تقع في محافظة معان في جنوب الأردن على طريق الحريري قديما. Mana shu tarixiy qadimiy bo'lgan Ipak yo'lida Urdun shahridan janubroqdagi Ma'an provinsiyasida, Ma'an o'sha viloyatida deymizmi, joylashgan ekan mana shu Batro shahri. Tabodu an Umman 225 kilometr. Bu shahar mana shu Ummondan, Urdunni poytaxtidan Ummon 225 kilometr uzoqlikda ekan. Va hiya madinatun manhutatun fi sahril wardi. Bu o'sha qizil qoya toshlarga o'yib ishlangan shahardir. Lizalika tusamma bil madinatil wardi. Shuning uchun ham Atirgul shahri deymizmi yoki bo'lmasa Qizil shahar deymizmi, shunaqa deb nomlanadi. كانت البتراء عاصمة لدولة الأنبات العربية. Bu shahar, ya'ni Batro shahri arabiylardan bo'lgan Anbat bu sulolalar nomi deymiz. Hozirgi Saudiya deymiz-ku. O'zi Saud sulolasi bo'lgani uchun Saudiya deymiz. Mana shunaqa Anbat, ya'ni Nabatiya degan davlatni poytaxti bo'lgan ekan Batro. تحتوي البتراء على الكثير من الآثار والمعالم. Bu Batro shahri o'sha qadimiy joylardan va ma'alim o'sha asarlardan, tarixiy joylardan, ya'ni o'sha orientir bo'la oladigan, misol uchun Misr ehromlar deydigan bo'lsak, bizni xayolimizga Giza shahri keladi. O'shanaqa, ya'ni mana shu qoya toshlar mana shu Batro shahriga orientir bo'la oladi-da. O'shani aytsak, o'sha xayolimizga, zehnimizga kela oladi. Ya'ni qorina vazifasini bizga bajarib bergani uchun o'sha ma'alim deymiz. Ya'ni belgilardan, o'sha tarixiy ahamiyatga ega narsalardan ko'pini o'z ichiga olar ekan. Misol uchun as-Siq mana, al-Xozna, al-Mudarroj, al-Xosrul Bint, Maqodirul Muluk. Bu endi tarjima qilib o'tirmaymiz, o'sha joylarning nomlari bo'lgani uchun. Al-Uqsur shahri min al-mudun al-misriya al-mashhurati munzu qadim zaman. Bu Uqsur Misrni qadim zamonlardan beri eng mashhur shaharlardan. وسماها العرب الأقصورة لكثرة القصور والأبنية العالية والمعابد الموجودة فيها. Unda mavjud bo'lgan ibodatxonalar va baland binolar va qasrlarni ko'pligi uchun arablar uni Uqsur deb nomlagan. تقع على ضفاف نهر النيل. Nil daryosini qirg'oqlarida joylashgan. تبعد عن القاهرة 670 kilometr. 670 kilometr uzoqlikda taqriban olganda Misrdan, ya'ni Misr poytaxti Qohiradan. هي من أجمل المدن. Demak 670 kilometr bo'lsa ancha chekkada ekanda. هي من أجمل المدن الشتوية في العالم. Bu qishki shaharlarning eng go'zallaridan. Hozir nima uchun qishki kunlarni keltiradi. فيها الكثير من الآثار الرائعة. Bitta o'sha qadimiy obidalardan o'ta go'zallari bor. O'ta go'zal qadimiy obidalardan juda ko'p. ويزورها السياح سنويا للاستمتاع بالمناخ الدافئ فيها. O'sha qishki kunlarning tarifi uni mo'tadil havosidan foydalanmoqlik, maza qilmoqlik, rohatlanmoqlik uchun yil davomida o'sha sayyohlar uni ziyorat qilib turishadi. Va mushahadati hazihil asar. Ya'ni nima uchun uni ziyorat qilishadi desa, mana bu qadimiy obidalarni ko'rmoqlik uchun. Min asariha ma'budul Uqsur. Uni mana shu obidalardan ma'budul Uqsur ibodatxonasi va mathaful Uqsur
mana shu Uqsurni muzeyi va maqobiru vadil muluki val malaika va malikat, o'sha podshoh va malikalarni vodiysini maqbaralari. Allohu a'lamu bissavob.